Dersimizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Bugün Çislak 2023 yıl 6. ayının 6. gün haftığı seçimde. Endeki mavzumunda vatandaşım. Amerika Cumhurbaşkanı devlet armiyaları xatarlik ahvalda. Doquruşda. Çünkü Kompartiya armiyası dibeylep gelmekte. Mavzulu haber 6. ayının 5. günü Amerika avazından tatil programımız ilan kılındı haber. Mındak başlan. Aksaray. 6. ayının 5. günü mındak görsetti. Amerika ve Cungu armiyası yakından biri Tayvan boğuzu ve Cenubu Cungu denizi xatarlik bir ahvalda. Dokuruş kallığı Beijing armiyasının gün sayın dibeylep kilowatt kallığını eksettirip verdi. Halkara eksettirip verdi. Şundakla ölüm yutum peyda kılışla hata hüküm kılış xatarini hem köpeytti. Washington bunda katlı söz ibarla bilen agahlandırış berişten avval Amerika Deniz Armiyası bir parça video film tarqatdı. Video filmde bir tane Cungu harbiy parxodunun Tayvan boğazıda sezgör deniz yüzüde. Bir tane Cungu harbiy parxodunun Tayvan boğazı keçirinler. Tayvan boğazı sezgör deniz yüzüde. Amerika'nın qoğluçu parxodunun aldıdan öttü. Bu parxod Amerika, Kanada, iki devletten parxodi vatandaş Tayvan boğazından ötüp atkan normal halkara yol qatnaş ile ketip atkan harbiy parxodlar. Lekin Cungu harbiy parxodning to'satdan aldığı çıkışı xuddi 5. ayının 26. günü havada uçup ketip atkan Amerika'nın razvet aeroplanının aldığı to'satdan Cungu'nun bir harbiy aeroplanının o'ttirg'i çıkışı bu kayni-kayndan bo'ldi degan gap. Vaziyatni Cungu Kompartiyasi qaysi darajaga elib keldi degan gap vatandaş. Aldıdan öttü. Amerika armiyası bu hareketni xatarlik harakat deb atadı. Yaqindan beri Amerika Cungu iki devlet o'zaro bir-birini ayıplab, iki devlet mudofaa ministrlari Singapurda suhbat o'tkazmadi. Bu ahval kelgusida qarşılaşış yüz berishning mümkünligini ko'paytib o'tdi. 5. ayının 26. günü Janubiy Cungu deniz havo tabiatligida Cunguning bir tane kurashchi aeroplanı Amerikaning bir tane harbiy aeroplanining yeniga yaqinlab kelib, zarar bo'lgan ayvi qilish harakatini ifodaladi. Aksaray'ın bayanatçısı John Kirby muhbirliği mundaq ko'rsatdi. Şerefsiz tarafi şu bo'ldi ki bu dal biz taqobil turadigan kun sayin Cungu kun sayin dibeylep kelayotgan harakatning bir qismi. Biz bu meseleni bir taraf qilishga tayyorlanib qo'ydik. Uzun o'tmay odam yaralanish yuz berdi deb ko'rsatdi bayonotchi John Kirby. Ahvol yag'ir vatandoshlar hozir mushu dengiz yuzi va boshqa joylarda aytganda Amerika Cungu munosabatining ahvolining ig'irlashganligini, munosabatlar ahvolining ig'irlashganligini mushu jumladan ko'rib olasiz vatandoshim. Nima deydi? Cungu taraf deveylab kelyotidi, biz bunga taqobil turishning bir qismi. Biz bu masalani bir taraf qilishga tayyorlanib qo'ydik. Uzun o'tmay odam yorilanish yuz berdi deb ko'rsatdi bayonotchi John Kirby. Hukm qilish xato bo'lsa, xatolik sodir qilishmi o'ng'ay bo'ladi. Cungu Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin mundaq ko'rsatdi. Cungu armiyasi qo'llangan harakat aloqador davlatlar ig'vogarchilik qilganda qo'llangan zaruriy harakatdir. Butunlay muvofiq harakatdir. Bexatar va kasblashgan harakatdir.
Bu demek Cungoluk'tan meydanı. Muşaqtınki havadaki armiya harbiy aeroplanlar meselesi, dengizdeki harbiy parxotlar meselesi muşunga hazır Cungo tarafının ifade bildirişi yukarıdaki bolsa vatandaş bir cümle bir obrazda sözle yeterli bir cümle xulasa qalsa toqamni qarniga ilib ol degan gap vatandaş. Şuna oldu. Bayana John Corby munda ko'rsatganda agar Cungo Amerika burayında karşı elin maydo ve Amerika'nın harbiy aeroplanları ve harbiy parxotları xalqaro qonunlar bo'yicha uchish ve qatnash uchurlarini qo'llashni to'xtatishni umid qiladigan bo'lsa, buningda Cungoliklar qalbi qilinmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Devlet Mahkemesi'nin beyanatçısı Vedant Patel anda ko'rsat. Vaziyat kun sayin og'irlashayotgan bo'lsa-mu, Prezident Joe Biden hukumati Cumhuriyet Xalq Cumhuriyati bilan munosabatlarni davomlashtirishni umid qiladi. Amerika Bilim Xazinasi Randi hamkorlik gruppasining oliy tadqiqotchisi Derek Grossman mundaq dedi vatandaş. Jungoning xato hukm qilish mumkinligi ko'payishga boshladi. Harbiy aeroplan, harbiy parxotlar do'qurishib qoladi. Ondan qurollar to'qinishga aylanadi. Randi tadqiqot o'rnining yuqori darajali nopozliq tadqiqotchisi Derek Apandi Amerika Jungo o'tirishida harbiy parxotlar, hatto harbiy aeroplanlar o'zaro do'qirishib qoladi. Ondan bu asosda harbiy to'qinishga elib bordi.